Salom do'stlar. Bugun yana bitta yangi video vlog. Bugungi video vlogim onda-sonda borib ishlab turadigan ish haqida bo'ladi. Unga ishga ko'p bormayman. Chaqirganda borib turaman. O'sha ishni bugun sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Ya'ni qanaqa ish, nima ish qilinadi, o'shalar barchasi necha pul berishini, barchasini aytib bermoqchiman. Video qiziq bo'ladi degan umiddaman. Bo'lmasa boshladik. Hozir men metroning oldidaman. Metroga tushdim. Bu ish haqida ozroq sizlarga gapirib o'tadigan bo'lsam do'stlarim, u turklarning ishi. Ya'ni bizlarda turklar kebab deydi. Kebabi, turklarning kebabi. Ya'ni nonni ichiga go'sht solib beradi-ku, o'shanaqa ish. Bugun sizlarga iloji boricha ko'rsatishga harakat qilaman, lekin to'g'risi odamlar, mijozlar ko'p bo'lsa video ola olmay qolishim mumkin. Vaqtga qarab olib sizlarga ko'rsatib, to'lig'icha ma'lumot berishga harakat qilaman. Unda ketdik. Aygo do'stlar, ishonavering, juda issiq kun. Shu kunlarda juda issiq bo'lyapti. Bunaqa kunda dengizga borsa yarashadi. Bro, onu ver saram olsa. Onu saram malla. Dağım bu. Yok olsa. Malla saram pizza. Onu çumal indi. Saram. Onu cumhuriyet saram ama pizzası. Pizza sarayım. Pizza sarayım. Pizzası? Ha pizzası. Saram. 이거 맛있어요? 이거 맛없어. 이거 어떤 고기예요? 이거 사람 고기. 사람 고기? 사람 고기 알아요? 몰라요. 사람 고기 몰라? 몰라요. 오담 고기 오담. 하담 고기. 우즈베크어로 어떻게 돼요? özbek? 아, Salama. 아니? 사람 고기. 오담 고기. 오담 고기 맞아요? 뭐라 사람 부르세요? 사람. 사람? 사람. 아이스크림 없었어요? 아야. 잡아야지, 뭐 잡아지. 큰 소리로, 큰 소리로. 큰 소리로. Gana. 아이스케이크 없었어요? 어떻게 아이스크림? 전죽. 맛없어요? 예쁜 여자? 예뻐 여자 없어. 예뻐 여자 어디 있어? 아이스크림 잡아야지 맛은 없었어요? var 아이스크림 var 없었어요? 케밥 아이스크림 안 있어요? 어떻게 아이스크림? 아 이거는 왔어? 아이스크림 안 먹어? 어떻게 아이스크림? 아이고 빨리 잡아주세요 이거 남자야. 밥 안 먹었어? 밥 먹었어 안 먹었어? 빨리 잡아주세요. 아이스크림 없었어요? 어떻게 아이스크림? 아이고야 잡아 안겨 서비스 진짜. 잡아 안겨 서비스. 빨리 잡아주세요. 감사합니다. 맛있으세요. 와 이거 많이 줄게 어머니가. 맛있나 먹어. 안녕히 가세요. 고맙습니다. 참나. 오빠 여기를 잡아봐. 아니 여기는 아이고. 아이고 떨어졌어 빨리 뛰어. 아니 빨리 뛰어. 아니 진짜 빨리 뛰어서. 감사합니다. 맛있나 먹어. 안녕히 가세요. 고맙습니다. 감사합니다.
아이스밖에 없었어요. 남자 맛있는 먹어. 안녕하세요. 아, 근데 이빨 많이 춥대. 얼마야? 아, 남자 진짜 이빨 많이 춥대요. 남자 맛있다 먹자. 안녕하세요. 고맙습니다. 장관. 아, 남자 턱발. 아니, 잠깐만. 잡아주세요. 아니, 잡아주세요. 이거 잡아주세요. 아니, 여기나, 이거. 아니, 잡아주세요. 그냥 잡아주세요. 아니, 그냥 잡아주세요. 아, 이거 떨어졌어. 빨리 밑에. 아니, 빨리에. 아니, 진짜 빨리에서. 감사합니다. 맛있는 먹어. 안녕하세요. 미안해. 고맙습니다. 맛있는 먹어. 아스키님 어서오세요. 잡아박기. 아, 잡아박기. 알았어. 미안해. Nihoyat do'stlar, ishni tugatdik. Boriga baraka qildik. Mana bugun shu maskani olib turayin hozir sizlar bilan. Xudoga shukr, ishni tugatib oldim. Hozir qaytyapman. Ishda qo'ldan kelgancha video olishga harakat qildim. To'g'risi o'zimni ola olmay qoldim. Albatta vaqtim bor edi, lekin quyosh issiq edi. Yaxshi video sifati yaxshi chiqmay qoladi. O'shaning uchun olmadim. Keyin kechqurun esa mijozlar ko'payib ketdi. Shu bilan video ola olmay qoldim. Shunaqa gaplar. Lekin ko'proq video olishga harakat qildim. Ayniqsa qiziqarli joylarni video olishga harakat qildim. Ayniqsa bolalarni chapayaji deb o'ynadadi. O'shanaqa juda qiziqarli. O'sha joylarni videoga oldim. Sizlarga qo'yib berishga harakat qilaman barchasini. Bugungi kunim to'g'risi o'zimning fikrim boshqa ishlarga boraman. To'g'risi boshqa ishlarga borganimdan keyin bugun 12 soat ishlagan bo'lsam, ropar soat 12 soat ishlagan bo'lsam, boshqa ishlarda bu 12 soat juda qiyin bo'ladi. Nima desa bo'ladi? Qanaqa qiyin bo'ladi? Jismoniy kuch-quvvat emas. Jismoniy kuch-quvvatdan ko'ra yaxshi, lekin vaqt o'tmaydi. Qanaqadir chemi yopsa-yu qiziqarsiz. Lekin bu ishda shunaqangi vaqt o'tdiki, qanaqadir tez vaqt o'tadi. O'zi ikkinchi marta borishim. Bugun ikkinchi martasi borishim, lekin vaqt juda tez o'tadi. Qanaqadir qiziqarli. Yosh bolalar keladi, beg'ubor, yoshligingiz esga tushadi. Yoshlikda bir eslaysiz. Keyin shu qiziqarli o'tadi. O'shaning uchun vaqtim tez o'tdi deb o'ylayman. Aytganda, uni puligini aytadigan bo'lsam, to'g'risi puli boshqa arbitlarga o'xshagan ko'p emas, rosti. 12 soat ishlagan bo'lsam, 70 ming vonda berildi. U dollarga 60 dollar atrofida bo'ladi. To'g'risi, boshqa agar ishlarga chiqsangiz topishingiz mumkin. To'g'ri, Koreyaga borsa 100 dollar topadi-ku degani rost. Topadi. 100 dollar bo'lmasa ham 100 ming von, 90 dollar, 85 dollar topadi. Lekin nima desa bo'lar? Bu ishda ko'p foydasi yo'q. Masalan, o'zim sotaman nimani? Bir misol keltiradigan bo'lsam,
bugun savdo qilgan bo'lsam 150 ming vonlarga savdo qildim. O'shani deyarli yarmini men ishlagan haqqim. O'shaning uchun ko'p ketmadi to'g'risi bugun. Kunlar isib ketganligi uchun lavashdan ko'ra ice cream, ya'ni muzqaymoq ko'proq ketdi. O'zi tabiiy hol, chunki issiq kunda kim ham go'sht yeydi. Ya biz Surxondaryo bo'lsa ekan, olib borib qo'ysangiz yarim soatda tapir-tupur tugab ketardi. Bu yer endi Koreyada kim ham go'sht yeydi. Davinlasi ko'tarib keldi. O'zi tovuq go'shti yeyolmay yotibdi. Agar biz Surxondaryoda qo'y go'shti olib qo'ysangiz, davinlasi ko'tarilib yotib qoladi mana bu yerga, ko'chaning ustiga. Hazil do'stlarim, buni hammasi hazil. To'g'risi, kayfiyatim yaxshi. Ishdan kelganga o'xshamayman to'g'risi. Ishdan kelayotganga o'xshamayman. Bu bizning universitet. Hozir do'stlarim shu yerda ekan. Lummeti xonadoshlarim. Ularni olamizda birgalashib ketamiz. Sizlar bilan kunim maroqli o'tdi do'stlarim. Qo'llab-quvvatlab kuzatib kelayotganlaringiz uchun addushi rahmat. Bundan keyin ham yaxshi videolar chiqarishga harakat qilaman. Sizlar bilan Tilla Vlogs kanal admini Tilla bo'ldi. Keyingi video vloglarda ko'rishguncha addushi do'stlarim. Agar video yoqqan bo'lsa, har doimgidek like, yoqmagan bo'lsa ham like. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirib, do'stlaringizga yuborasizlar degan umiddaman. Qani bo'lmasa, keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling do'stlarim.